Bu qaranglar, jarariqqa kelganmiz. Jarariqda xohlasangiz shunaqa dabaqalar ham qilsalaring bo'ladi. Bemalol bedana tuxum, qazi. Endi buni bitta olib yeb ko'rish kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, to'kib qo'yib. Hayır olas. Qazi bedana tuxumlar bilan yana ham mazasi ochilib ketarkan, mana shu bomba xullas. Endi men hozir manta bilan qo'n tabakaga men o'tirib qoldim, o'shalar yomon. Xullas to'g'risi jarariqda mantisini yegam yo'q edi. Ancha bo'lib ketdi. Bismillah yeb ko'raylik. Bu sho'rvami? Bu sho'rva bo'lib ketdi-ku. Ya. Bilmem. Suviga nonam tegizib uraverasizlar. Bilmem, qaranglar. Ular ishoninglar. Zararga kelib bitta yeb ko'ringlar ovqatlarda. Adilni ikkita oyoq qilib soldirtirganman. O'zi bitta bo'ladi. Buni nima ikkita soldirtirdim? Sheriklar ham bor. Qaranglar, mana qilib botirasizlar. Bismillah. Shunda og'zingizda shunday erib ketadi bor. Shunday. Men aytyapman sizlarga, bitta kelib yeb ko'ringlar. Tezroq shosuviga qilishimiz kerak buni bor. Shosuviga turinglar, men sabakani olib boraman. Do'stlar, tabiiy o'zimizda kompotlar, ori kompoti bu yurakni baquvvat qiladi. Tabiiy, xullas 100% tabiiy. Kelib ichinglar, rosa hozir yozda ichish kerak. Xullas, mana shu ovqatlarni bo'lgandan keyin bitta ichasizlar, qopqoq bo'ladi. Kelaveringlar.